30-dekabrdan 31-siga o'tar kechasi uyimiz yonib ketdi. Dokumentlardan tortib tillolargacha xullas hamma narsamiz olov ichida qoldi. Tungi pijamalarda yalangoyoq zo'rg'a yugurib ko'chaga chiqolishga ulgurganmiz. Ko'z o'ngimizda soniyalarda uyimiz kulga aylangan. Uylar yonib ketsa ham xo'mraymaysan, yig'lamaysan, doim kulib turasan degandilar o'shanda xolam. Ayni damda shiringina kuxnyachamda remont ketayotganligi sababli suvim uzib qo'yilgan. Aristonim olib qo'yilgan, gazim uzib qo'yilgan. Remont sabab shunaqa o'tirishi ham gashti bor. Bu ham aslida katta baxt. Bismillahirrohmanirrohim. Ayam o'qadi. Zo'r bo'pti. Oy jonim. Ular dard ko'rmasin. Oy, Alloh rozi bo'lsin bolamdan. Sizlarga bejizga bo'lgan voqealarni aytib bermadim. Ayni damda remontigimdan xabar topgan Instagramcham menga sachuvstvoy qilib sabrlar tilashyapti. Gullarim, uyimiz butkul yonib ketib, hech narsasi qolganimizda ham aslo nolamaganmiz. Alloh berdi, Alloh irodasi qaytarib oldi deb shukr qilganmiz. Hozirgi holatim bo'lsa sabr bas, faqatgina shukrona keltirishga munosib vaziyat. Chunki uyini remont qilishga hozir ham qodir bo'lganlar bor, qodir bo'lmaganlar bor. Rizqlantirgan mehribon Robbimga alhamdulillah.